Zo'r TV, Humo milliy to'lov tizimi hamda Centrum Air taqdim etadi. Barchaga assalomu alaykum. Siz kanal va ko'rsatuv tanlashda adashmadingiz. Bu Zo'r TV telekanalining omadli sayohat loyihasi. Va biz hozirda ko'rib turganingizdek Germaniyaning Köln sabori oldidamiz. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style. Va bu joyda biz juda uzoq kutib kelishni sababi tarixiy joy. Bu nafaqat Yevropa deng, balki butun dunyo bo'ylab mashhur, dong'i taralgan mana shu cherkov. Biz hozir shuning ro'parasida turibmiz va o'zgacha savlati va hayajon bosmoqda. Keling bir qisqagina ma'lumot berib o'taman. Albatta, Germaniya haqida birinchi ma'lumotni berib o'taman. Germaniya bu 83 milliondan ortiq aholiga ega. Tili nemis tili. UNESCO tomonidan 44 ta madaniy merosi saqlanganligi haqida ma'lumotlar bor va ulardan bittasini aynan yonida turibmiz biz. Ya'ni Köln saborini oldida turibmiz. Albatta, juda ham bahaybatli va savlatli ekan. Juda ham bahaybat va shu o'rinda aytib o'tish kerak, bu yerga albatta tashrif buyurishingiz shart. Sababi bu bino 1248-yilda qurishni boshlangan va 600 yil davom etgan. Tasavvur qilyapsizmi? 6 asr deganmiz. 6 asrdan ko'proq vaqt mobaynida bu qurilish jarayoni davom etgan. Va bundan tashqari buning balandligi 157 metr. Juda ham baland ekan. Hattoki bu bino UNESCO tashkilotining jahon merosi ro'yxatiga ham kiritilgan. Bu ichkariga kirsangiz vitraj oynalar, qadimiy ustunlar, umuman salobati insonni xuddi shu davrga tushgandek qamrab oladi. Albatta tashrif. Albatta, ko'rsatuvimizning asosiy auditoriyasi yoshlar va ayollarligini bilasiz, lekin bugun erkaklar ko'rsatuvdan aslo uzoqlashmang, chunki bu Germaniya, BMW, Mercedes-Benz, undan tashqari Volkswagen va Porsche avtomobillari ishlab chiqaradigan mamlakat. Buni erkaklar juda yaxshi tushunadi, juda yaxshi ko'radi. Albatta, mashina go'shligingizni bilaman. Xuddi shunday. Va Germaniya hozirda rivojlangan hamda tarixiy obyektlarga ega mamlakat. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Ko'rsatuvda oxirigacha ko'ringlar, tomosha qilinglar, issiq choylarni oldinglarga qo'yinglar. Bizdan aslo uzoqlashmanglar. Zo'r bo'ladi, kuzatinglar. I'll bring you flowers, girl. Enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is. Jahon urushi bo'lishiga qaramasdan shu bino saqlab qolingan. Qolgan atrofdagi hamma binolar vayron bo'lgan. Ya'ni nima aytmoqchisiz? Bunda yong'in bo'lganmi bu yerda? Bu yerda yong'in bo'lgan, lekin muzla tufayli yong'in to'xtagan. Qoyil. Va bundan tashqari yana bir gap bor, ishonch bor bu nemislar orasida. Ya'ni bu sabor ichida 3 muqaddas qirolning qoldiqlari bor degan ishonch bor. Shuning uchun ham bu yerga ko'plab ziyoratchilar kelishar ekan. O'sha ziyoratchilar 533 ta zinani bosib o'tib tepalikka chiqib, butun Köln shahrini tomosha qilishlari mumkin. Qoyil. Biz hali binoning ichiga kirmadik, lekin zinani o'zida qani qarang, butun shahar ko'rinadi. Xuddi shunday yuqoridan barchani kuzatish imkoniyati juda katta. Yoniga kelganingizda o'zgacha hissiyot qamrab olar ekan insonni. Haykallarni qarang. Ichkariga kirgandagi shu yerdamisiz Bahrom? Albatta. Ichkariga kirgandagi vitraj oynalar, qoramtir devorlari, haykallar umuman olganda sirli ko'rinadi. Sirli ko'rinadi. Buni shunchaki kelish kerak, his qilish kerak, ko'rish kerak. Aynan agar siz Germaniyaning Köln shahriga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda shu joydan boshlang, chunki bu shaharning yuragi hisoblanadi. Shaharning yuragi, butun jahonning UNESCOga tushgandan keyin bu ro'yxatga tasavvur qiling, qanchalik buyuk. Qarang qanaqa me'morchilik.
Baribir Yevropada me'morchilik boshqacha rivojlangan. Xuddi shunday. 600 yil qurilib bitkazilgan ushbu me'moriy yodgorlik hozirgacha remont qilinyapti, ya'ni qaytadan ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Sababi nima bilasizmi? Baribir tarixiy obidalarni asrab qolish kerak. Saqlash kerak. Har yili remont qilish kerak. Ta'mirlash ishlari olib borish Bu kerak. yer yopiq, Bahrom. Mayli. Hayajon bilan sal qoldi. Boshqa yoqqa kirib ketishimizga ustachilik qilmoqchimidingiz? Ustachilik qilmoqchi emasman. Men shunchaki tarixiy obidalarga boshqacha ko'z bilan qarayman. Chunki ularni o'zi shu davrgacha yetib kelishda o'zi emas. Amsterdamda buni isbotladingiz. To'g'ri. Masalan, oddiy devor qursak, bir 2 yil, 3 yilga yaraydi-da. Masalan, siz qishloqda tug'ilmagansiz, to'g'rimi? Qishloqqa borsangiz, oddiy devorlar yomg'irlarda, qorlarda qoladi, 2-3 yilga yaramaydi. Lekin mana 600 yil qurib bitkazilgan, haligacha Va eng qiziq tomoni buni o'sha 1248-yilda qurishi boshlangan bo'lsa, tasavvur qiling, u paytda zamonaviy texnologiyalar bo'lmagan. Lekin shu zamonaviy texnologiyalar bor paytdan qaraganda bular mustahkam va baquvvat, o'zgacha usulda. Endi u paytdagi arxitektorlarni tasavvur qiling. tasavvur qiling. Hozirgina kompyuter bor, ekskavator bor, kran bor. Sun'iy intellekt bor. Hamma narsa bor, lekin binolar qulab tushishini ko'ryapmiz, yorilib ketganini ko'ryapmiz, lekin o'sha paytda hech qanaqa texnologiyalarsiz bu binoning qurilishi menimcha bir mo'jiza bo'lsa kerak. Ko'p gapirgandan ko'ra bir marta nazar Ko'ramizmi? Nima etsin? Ketdik. Bilasizmi, Germaniya har yili 5-6 milliongacha avtomobil ishlab chiqarar ekan. 5-6 million. Qaysi markadagi avtomobillar? Umumiy hisoblaganda. Umumiy. Bu yerda o'sha dunyodagi mashhur 4 ta brend bor. Aha. Porsche, Mercedes, BMW, Volkswagen. Bittasini olib ketsak nima bo'ladi? Adashmasam bilasizmi, BMW ning nomlanishi boshqacha bo'lar ekan. BMW. BMW, Lekin bizda BMW deyiladi. Bayg'ishi motorlarga yana reklama chiqib ketuvdi-yu. Nima dedingiz? Bayg'ishi motorida. Mana shunaqa. Nima deganmi? Nemischa, nemis tilini biladiganlar tushundim menimcha. Nemis tilida shunday deyiladi, qandaydir. Siz ko'p gapirdingiz. Siz gapirdingiz, men charchab ketdim. Ovqatlanamizmi? Qornim ochib ketdi. Men gapirganimgami? Men zerikib ketdim siz bilan, boru. Rostdan. Lekin siz hayotni birinchi qizsiz men bilan zerikkan. Lekin ko'p qizlar unaqa demaydi. Siz bilan mazza ekansiz. Nima eslab qoldingiz? Siz meni Amsterdamda tashlab ketdingiz. Men shuni eslab qoldim. Bilmadim, meni qornim ochdi, ovqatlanaman. Tashlab ketdingiz meni. Mayli, ovqat yeymiz. Bilasizmi, rivojlangan davlatlarga borganimda avtomobildan ko'ra piyoda yurishni yaxshi ko'rishadi, velosiped yurishni yaxshi ko'rishadi. Mana Germaniyada ham shu ahvol. Ko'cha to'la velosiped. Odamlar sog'lom turmush tarzi tarafdor ekan. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, to'lachadan kelgan odamlar umuman yo'q. Shunday. Ko'p peshkom yurishadi, piyoda yurishadi, velosipedda yurishadi. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? Va nihoyat keldik. Sayohat davomida kun bo'yi aylangandan keyin tez va mazali qulajada ovqatlanish juda yoqadi, to'g'rimi? Albatta. Eng muhimi, xorijda yurganda naqd pul haqida umuman o'ylamang. Valyuta ayirboshlash shoxobchasini qidirmang. Kartangiz ishlaydimi, yo'qmi deb xavotir olmang umuman. Shuning uchun bu yerda Humo kartasi orqali, Alipay orqali to'lov qilish juda ham qulay. Menda hozir O'zbekistondagi oddiy Humo kartasi so'mda. Lekin Alipay tufayli butun Yevropada ishlatsangiz bo'ladi. Qarang, bu qanday ishlaydi? Boshqacha rus tili bor ekan. Rus tilini borsam, Bizga yaqinroq. registratsiyasiz davom etamiz. Albatta. Shirinligim kelyapti. Morоженое kiramiz. Hop, mana. Mangoli bor ekan. Mangoliyda 3 ta olamiz. Mango sos bo'ldi bu, nazak. Mambami? Mango, tropical mango. Menga qulpin oylik. Hop, mangoliyda 2 ta. 3 ta mayli. 3 ta. Продолжить. Disposable cup. Добавить в корзину. Yana kiramiz. Qulpneliyman dedingiz. Qulpneliyman. Yaxshi. Mana qulpneliydan. И disposable cup добавить в корзину. Tayyor bo'ldi. Korzinkani qarang, tekshirib olamiz korzinkadagini qarang. Qulpneli bitta, mangoli 3 ta bo'ldi, to'g'rimi? Albatta. To'g'ri hammasi. Оплатить сейчас? To'laymizmi? Albatta. Qanday to'lashni siz menga ko'rsatib berasiz? Qarang, qanday to'laymiz?
bank ilovasini ochaman. Xo'sh. Alipay orqali to'lovni tanlayman. O, yaxshi. Zabiru с собой. Оплатим. Hammasi tayyor. Bir necha soniyadan keyin ozgina kutib turamiz. Alipay ilovasini orqali to'lovga amalga oshirish juda ham qulay va oson. Qiynalib valyuta shoxobchalariga borib yurmaysiz, qidirib yurmaysiz, hamyoningizni o'g'latmaysiz. Asosiysi bitta telefon orqali ushbu ilovani boshqarish mumkin. Rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always. I had to make you mine. Wanted to know everything about you. Excuse me, 1 minute. Can you help me? Yeah, sure. Okay, thank you. What's something I can do for you, darling? O'zbekcha gapirasizmi? O'zbekcha gapiravering. Bahrom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zbekmisiz? O'zbekman. O'zbeklarga o'xshaysiz. Onajon, fursatdan foydalanib, mana shunaqa omadli, baxtli qilib chiqqan uchun katta rahmat. Ismim Bahrom. Zo'r telekanali omadli sayohat loyihasi boshlovchisiman. Ismingiz nima? Sandiyor, Sandiyor. O'zbekmisiz? O'zbekiston qayerdansiz? Toshkentdan. O'zbeklar qayda yo'q, o'zbeklar oyda yo'q. Chunki oydan foyda yo'q. Mana Germaniyada o'zbeklar. Menga bitta tarixiy lokatsiya kerak edi, topolmayotgandim. Yordam bera olasizmi? Shu joy. Mana shu joyga? Faqat to'g'riga ketsangiz bo'ladi. Birga bora olasizmi? Albatta. Men chunki Germaniyada birinchi marta bo'lishim. Bemalol keting. Ingliz tilini uncha bilmayman. To'xtab turing, bu. Ha, qizil, uzil. Bu yerga keladigan o'zbek yoshlarga nima maslahat berasiz? O'qishga kelish uchun nimalar kerak, nimalar shart? Mana Germaniya tilini bilish kerak, to'g'rimi? Albatta. Asosiysi. Albatta. Nemis tilini bilish kerak, bilish shart. Agarda ozgina tajriba olsangiz, xohlagan bo'lsangiz, albatta nemis tilini bilishingiz kerak. Lekin biz hozir Kölndamiz. Mana bu dam olish kunlarda sayohat qilgani uchun keldim. Siz o'zi boshqa shaharda turasiz. Boshqa shahar. Bu yerga dam olgani keldingiz. Sayr qilish uchun. Sayr qilish uchun juda ham zo'r joy ekan. Sizga qiziq bo'lsa, bizga yordam bera olsangiz albatta shu tarixiy joylarga borsak, chunki o'zbekistonlik teletomoshabinlar juda ham ko'pchilik ko'radi omadli sayohat loyihasini. Bilasizmi, Germaniya bu avtomobil ishlab chiqarish bo'yicha birinchilardan Birinchi raqamli davlat hisoblanadi. To'g'ri. Juda ham ko'p kuzatdim. Shu Yevropa davlatlarida aholi ko'proq piyoda yurar ekan va velosiped haydar ekan. Keling, yoshlar qiziqishi mumkin. Nima uchun aynan Germaniya davlatini tanlagansiz o'qish uchun? Germaniyada o'qishi plyus va minus tomonlari haqida, shu haqida gapirib berasiz. Xo'sh, albatta plyuslar, minuslar bor. Eng birinchidan bu bepul o'qish. Bepul o'qish. Bepul Kontrakt yo'q. Kontrakt yo'q, umuman faqat o'zingiz nima grantni olsangiz yoki grantni yutsangiz yoki o'zingiz xarajatlaringizni to'lab olsangiz, bemalol O'qish mumkin. O'qish va ishlashingiz mumkin. Siz ham o'qiysiz, ham ishlaysiz. Ham ishlayman. Minus tomonlari-chi? Minus tomonlari juda ko'p. Birinchi marta bu juda katta byurokratiya. Germaniyaga kelish uchun 1000 ta, 100 ta, 1000 tami hujjatlarim tayyorlash kerak edi. Chunki bilaman, biz shu Yevropa davlatida ko'rsatuv syomka qilmoqchi bo'lganimizda juda ham ko'p hujjatlar tayyorladik. Yugurib ko'p, oson emas. Faqat bitta Schengen viza olish uchun. Olish uchun. Germaniyaga kelayotgan o'zbeklarga qaysi shaharni tavsiya qilasiz sayohat qilish uchun? Mani nazarimda O'zbekistonliklar ko'proq mana shu katta shaharlarga, ayniqsa Berlin, München, Frankfurtga borishadi, lekin men haqiqiy Germaniyani ta'mini, xarakteri bilish uchun kichkinaroq shaharlarga borishni tavsiya etaman. Ayniqsa men Kleve shaharida yashayman. Bu kurortniy zamin deb hisoblanadi. Sayohatga kelish uchun eng kerakli 5 ta narsa bu nima? Germaniyaga sayohat qilish uchun. Ruscha gapirsam bo'ladi, ruschalab. Mayli. Увидеть все своими глазами и понять эту страну такая, какая она есть, мне кажется, это самый лучший способ. Поэтому
я могу рекомендовать только приехать сюда и начать ее изучать в настоящем виде. Siz Zo'r Til Telegramning omadli sayohat loyihasini tomosha qilyapsiz. Biz aynan hozir Germaniyaning Koln shahridamiz. Bu yer juda ham ertaknamo. Kelganimdan juda ham xursandman. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu Toshkentdagi Magic City'ga o'xshaydi. Sizlarga erta tongdan ikkita yangiligim bor. Biri yaxshi, biri yomon. Birinchi yaxshisini aytaman. Ko'rsatuvdagi teleboshlovchi Nargiz hozir yonimda emas, mendan arazlab ketib qoldi. Ikkinchisini esa ko'rsatuv davomida aytib o'taman. Mana shu orqamizda turgan darvoza juda ham tarixga ega darvoza. Bekorga bu yerga kelmadik. Egstein City Gate darvozasi 13-asrda qurilgan. 1228-yildan 1248-yilgacha, ya'ni 20 yil davomida qurilgan ushbu darvoza shaharga keladigan sayohatchilar bormi, savdogarlar bormi, kim bo'lishidan qat'iy nazar aynan shu darvoza orqali kirib kelishgan. Hattoki tarixdagi buyuk shaxs Napoleon Bonaparte ham shu darvoza orqali shaharga kirgani tarixlarda yozib qoldirilgan. Ketdik birgalikda hozir kirib ko'ramiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, shahar darvozasiga kirib kelishdan oldin ko'chalarda kichkina kafechalar, restoranchalar, do'konchalar bor. Agar bu yerga sayohat qiluvchilar kelsa, bemalol ovqatlanib, sayohatdan keyin esa uydagilarga, yaqinlarga bemalol sovg'alar sotib olish mumkin. Hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Tarixiy obidalarni har doim shu eski holatida saqlab qolish uchun bilsanglar, qaytadan ta'mirlash ishlari olib boriladi. Hozir bu yerda ham shu ishlar olib borilyapti, ko'rgan bo'lsanglar. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you. 20 yil davomida qurilgan ushbu darvoza 8 asrdan beri o'z ko'rinishini umuman yo'qotmagan. Ko'rgan bo'lsanglar, o'sha paytdagi toshlar, o'sha paytdagi devorlar haligacha saqlanib qolgan. Bu yerda kunduzi sayohatchilar umuman ko'payib ketadi, odam juda ham gavjum bo'ladi, lekin biz erta tongdan syomka boshlaganimiz uchun hozircha hech kim yo'q vaqtimizga. Bemalol syomka qilib sizlarga ko'rsatib olishim mumkin. Darvoza qadimda shimoliy darvoza kirish qismi hisoblangan. Atrofi avvallari qabriston bo'lgan. Bu yerda qarag'ay daraxtidan uylarga shisha sifatida bezak berishgan. Hozirda esa unda qabristonlar yo'q, faqatgina shu yodgorlik saqlanib qolingan. Agar bu yerda rasmga tushadigan bo'lsangiz yoki videoga oladigan bo'lsangiz, xuddi o'rta asrlarga tushib qolgandek bo'lasiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'sha o'rta asrlardagi hamma kinolarda xuddi shunday devor, xuddi shunday darvozalar bor. Egstein City Gate. Aynan bu darvoza ham UNESCO tomonidan ro'yxatga olingan. Bemalol kelib sayohat qilishingiz mumkin. Shahardan uncha uzoqlikda emas, shahar markazida joylashgan. Har bir joyga qulay lokatsiyada. Bekorga shimoliy darvoza hisoblanmagan qadimdan, chunki shahar markazida bo'lgan. Aynan savdogarlar shu yerdan shaharga kirib kelishgan. Savdogarlar, sayohatchilar, qo'shni davlatdagilar shunaqa. 13-asrda hali sement, bir-birini yopishtiradigan mahsulotlar bo'lmasdan turib, qanday qilib shunday tekis va chidamli devor yasash mumkinligi haqida hozir o'ylab qoldim. U payt hech narsa rivojlanmaganiga bo'lishiga qaramasdan, qaranglar qanaqa tekis chiqqan. Undan tashqari haligacha saqlanib turibdi. O'zbek tilida bitta qilib aytganda pishiq deyiladi-ku. O'sha asrdagi toshlar, o'sha asrda ustalar qo'li tekkan toshlarni mana men ham qo'lim tegib turibdi, qaranglar. Bu ham bitta nima desam ekan? Baxt. Bring you flowers, girl. Enough to see for miles. Germaniya shahriga umuman olganda Yevropaga kelganingizda juda ehtiyot bo'ling, chunki bu yerda o'g'rilar juda ham ko'p. Har bir daqiqada narsangizni o'g'irlab ketishi mumkin. Kuni kecha ko'rsatuvimiz prodyuser va rejissori Gavhar Ermuhamedovaning ham sumkalarini o'g'irlab ketishdi. Politsiya hech narsa qilib bera olmadi. Biz hali ham qidirib yotibmiz. Bu bitta bo'mish o'g'irlab ketgan. Uni video tasmalarini kadr orqali qo'yamiz. Nima bo'lganda ham o'zingiz ehtiyot qiling, qo'shningizni o'g'ri tutmang. Rivojlangan davlat bo'lishiga qaramasdan politsiyalarining qo'ldan hech narsa kelmaydi. Kelinga bo'lgan qisqa ammo sarguzashtlarga boy sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Va shu o'rinda bizni hamisha qo'llab-quvvatlagan hamkorlarimizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Birinchi navbatda dunyo bo'ylab sayohat qilishimiz uchun hamisha sifatli aviaparvozlarni ta'minlab beradigan Centrum Air aviakompaniyasiga
va albatta to'lovlarni yengillashtiradigan Humo milliy to'lov tizimiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Har doim biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat.